Hammaga xayrli tong. Biza paradga tayyorgarlik. Yerda, hokimiyatda xolis xizmatda bo'lgan odamlar va paradga yig'ilganlar. Ko'rishlarimdan uzoq turmanglar, qaranglar. Va kishi ko'paytirma bor. Eng zo'r storieslar manda bo'ladi. Reaksiyalardan tashakkur. Shunaqa zo'r bo'ldi. Bugun boruvman, вообще xursandman. Просто 360 zaryadkasi ham tugab qoldi. Bitta joydan iltimos qildim. Zaryadka qilib deb. O'zimni motimni zaryad olib ham uspet qilmadi. Polni ishlab yotibdi. Odam shunaqa ko'p, uyda o'tirmaylar, вообще zo'r. Atmosfera super. Kelinglar. Chunki bunaqasi har doim ham bo'lavermaydi. Bir yilda bir marta bo'ladi. Asliga kelish kerak, ko'rish kerak. Assalomu alaykum. Taniganlarmi? Bor, taniganlar bor. Ko'rsatmasdan ham hammaga tanil bo'ldi. Ko'pchilikka qiziq. Menga yozgan shu Namangan. Короче, Instagramga kirmaydigan, Telegramga kirmaydigan, ertalab erta turadigan, kechasi ko'chada yurmaydigan, xo'p bo'ladi deydigan, ko'p gapirmaydigan, qiz qidirayotgan bo'lsanglar, mendan umid qilmanglar. Ertalabdan shunaqa charchamaydigan energiya va adrenalinga to'lib chiqib ketgandim. Bular haqida alohida sizlarga aytib beraman. Menga Premium avtomaktab jamoasidan shunaqa zo'r podarklar berishdi. Afsuski buni shunaqa avtorskiy bokal va termoslar bilan birga edi. Termosini kalla qilib qo'yishibdi. Ramazon taqvimlari bilan birga. Rahmat. Inshaalloh rosa manfaatli narsa berdinglar. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat va menga shu powerbackni berib turgan bola. Xudo xolisa ertaga yetkazaman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bugungi kun juda ham zo'r o'tdi. Super. Hozir polni bir kamerani yoqib, ichidan yaxshi kontentlarni olib sizlarga qo'yishni boshlayman.